Assalomu alaykum, Xorazmli YouTube kanalimizga obunachilar, aziz do'stlar, 450 metr kvadratda joylashgan katta hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib danishib chiqamiz. Urganch-Xanqa yo'li Baby Med klinikasini ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Shuni to'g'risidan kirib kelaverasizlar, aziz do'stlar. 3-ko'cha, aziz do'stlar, qaranglar, o'ng taraf aylanasizlar. Shuning asfalt bo'lgan ko'cha o'zini pojorniy xotona ega bo'ladi. Bemalol mashinalaringizni kirgizib, garajini qo'yib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Uguloyda joylashgan bo'ladi. Zo'r. Tak, elde 15 metr bo'ladi, uzinasini 30 metr bo'ladi. Shunda 450 metr kvadrat bizani bu hovli joyimiz. Qaranglar, bir chiroyli bo'lib tushgan, o'zini yana ko'rib turganlaringizni, rushotkalarini, ko'k-ko'ktalay bellarimizni steyashkalar qilib, kanalizatsiyalar sho'ra chiqqan. Chap o'ng tarafimizda bir zeleniy zonasini ega bo'ladi. O'zini bir chiroyli bo'lib turibdi. Bu yoqda chap tarafimizda o'zini zeleniy zonasini ega va yana uzumlarni ekib chiroylatib qo'yibdilar do'stlar. Bir zo'r. Shuning katta darvozadan uyimizga kiramiz do'stlar. Ichon tarafini endi bir qator danishamiz. Ketdik. Aziz do'stlar, uyning ichki qismidan sizlar bilan bir qator danishamiz. Bir chiroyli fayzli xonadonlardan birisi. Katta darvozasini ega bo'ladi. Zo'r. Bu yon tarafimizda ko'rib turganlaringizning qatyollari qo'yilgan. Bog'im bir ajoyib. Bu yonimizda ummonlik joylari zo'r hozirgi zamonaviy etib qo'yilgan ekan. Birdan aziz do'stlar, bu yerni bir assotsiatsiya bersangizlar, ya'ni aboy desangizlar, aboy yo oppoq fon bersangizlar, aziz do'stlar, uyimiz ochilib turaveradi, uyimiz mustahkam bo'ladi. Tak, kenglar, o'ngdan boshlaymiz. O'ng tarafimizda bir zal, shuning keng qolgan plitalar bilan bostirilgan, pardalari tayyor. Bu yanımızda yana ko'rib turganlaringiz shkaf ham o'zlarini ega bo'ladi. Bu yerda ketadigan faqat shu 1-2 turkman g'oli ketadi ekan, boshqa o'zlari qoladi. Ko'pchilik o'zlari. Bu yanımızda yana bir zal. Shuning katta zal tushgan, xudo xolasa, o'zini konditsionerlarga ega bo'ladi, kartinkalar ham bor ekan aziz do'stlar, bir zo'r ajoyib. Pastlarimiz taxtadan qilingan, pollari mustahkam bo'lib turibdi. Keyin 2 dona spalnimiz bor, 2 spalni, 2 zal. Bu yerimizda yana bir spalni. Bu ham keng mo'l qolgan aziz do'stlar, polni hamma o'zlari sig'ib chiroyli bo'lib turadi aziz do'stlar, bir zo'r. Bu yerimizda yana dalanda yana o'tirib dam oladigan qismi, televizorlarni qo'yib berib, shu yerda masalan hazza deb o'tirsangizlar bo'ladi. Zo'r. Bu yanimizda aziz do'stlar yana bir spalnisi. Spalnisi ham shunday keng mo'l qolgan. Ko'rib turganlaringizdek ajoyib, akkuratniy. Xudo xolasa olsangiz deb o'ynab kulib yashaydigan xonadonlardan birisi. Saligina mehr talab, mehr deganimiz remont talab. Bu yanimizda yana boshlab beribdilar ekan, xudo xolasa qaranglar, aboylardan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Bu yerda hazzati dam olib o'tiradigan, ovqatlanib o'tiradigan zonasi. Bu yon tarafda yana televizorlar qo'yilgan, aboylardan chiqib turibdi. Bu yerimiz kuxnya aziz do'stlar, kuxnyamizdan zo'r o'tibdilar. Qaranglar, Goodwill firmasidan qo'yilgan ekan. Gaz plitamiz ham, vitishkalar ham granitdan qo'yilgan ekan. Bir bilasizlar, endi eng ko'p ishlatiladigan kuxnyada sho'ri bo'ladi. Stoli hamma va shuda masalan do'raladi, boshqa bo'ladi, zo'r mustahkam zo'ridan qo'yibdilar. Bu yonimizda yana xolodilnik joylari, hamma o'zi qoladi ekan. Barni vajlarni qo'yishingiz mumkin. Bu yonimizda do'stlar sanuzel, ko'rib turganlaringizdek dushovoylari qilingan, tahorat qiladigan joylari bor. Hojatxonasi shu yerda, olgular ham qo'yilgan. Pastlarimiz menimcha to'pli podiumda yana regulib ketadigan joylari qoldirilgan. Zo'r. Keyin, aziz do'stlar, bu yonimizda teraskasini ham ko'rib turibsizlar. Shunday variantda katta qolgan. Bu yerda ham masalan me'morlar kelganda bemalol lazzatli jo'ralarni shu yerga kirgizib qo'yadigan mestolardan birisi. Ishida dam olib o'tiraveradilar. Zo'r. Keyin bu yonimizda do'stlar yana bir kichkina tamburdin qoldirilgan. Bu yerlar o'zi toza qilingan ekan, pishgan karushdan. Polni uyimiz ham yerlari silikat karushdan qurilgan ekan. Ko'rib turganlaringizdek bog' qismini o'tdik. Shuning chiroyli bog' qoldirilgan, mevali daraxtlar bor. Ko'rib turganlaringizdek. Chap tarafimizda bu ne bo'ladi? Garaj bo'ladi. Yonboshda pojorniy xotdan girib, mashinalarni qo'yib qo'yish mumkin. Yana keyin ko'rib turganlaringiz kolodovkalarni ega bo'ladi. O'zining 2-3 dona kolodovkasi bor. Keng qolgan uzumlar ham yana ko'rib turganlaringiz zo'r. Do'stlar, ushbu xonadonimiz sotuvda. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz. Telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Narxi $95,000 deb turibdi. Endi salabarak 98 deb chiqqan ekan. Endi hozir ayrim sabablarga ko'ra zudlik bilan sotilish munosabati bilan aziz do'stlar $95,000.
Dokument hamma hujjatlari tayyor, to'g'ri egasi bilan kelishib, savdolashib olsangizlar bo'ladi bizani bu hovli joyimizda.